Akalar videoni boshida o'ylashinglar mumkin 1,5 mingga labomi deb. Islom aka, rostdan 1,5 mingami labo? Yo'q aka, 1,5 ming dollarga 3 xil biznes qilib qo'yganmiz aka. Ro'zada aksiya qilib qo'yganmiz. Oldin video qilardik Ibrohim aka. 1,5 ming dollarga gazavoy qilardik. 900 ming dollarga penablo qilardik. 2,5 ming bo'lardi. Hozir 1,5 ming dollar 3 xil biznes aka. Xalqqa o'ylab, biz qo'ldan kelgancha, misol uchun bitta biznes yurmadimi? Boshqa biznes qilib turib 3 xil biznes qilib qo'yganmiz. Faqat narxini ham boshida aytyapmiz. Ko'pchilik narxini aytmaydi. Narx qancha deb yozadi. Shuning uchun poddesh qilish uchun bittadan like bosib, kommentga omad uka desa, hech narsa ketmaydi. Odam bir 120 megabayt ketib qolmaydi aka. Ro'zada bitta yaxshilik qilgan kishi bo'ladi. Qo'shni davlatlar ham ko'radi. Qo'shni davlatlar ham misol uchun kelyapti Ibrohim aka. Videoni uzoq cho'zmaymiz, boshlaymiz aka, qarang. Bu nima deganlarga? Bu pena blok, gaza blok, tomga pena quyish apparati. Bitta apparatda 3 xil biznes. Xohlasa gaza blok qo'yadi, xohlasa pena blok qo'yadi, xohlasa mana uylar ustiga losh vog'ini pena suvoq bo'lyapti-ku, bilyapsiz? Ashini qo'yaveradi aka. Komplektda nima bor deganlarga tushuntirib qo'yaman aka. Ipidan ignasiga tushuntirib qo'yaman. O'zim bilgan narsalar hammasini olib borib o'rnatib qo'yib ko'rsatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida aka. Mishalkasi bor aka. Xo'p. Mis obmotga, motorlari ham yangi, 3 oy garantiyasi bor aka. Keyin suyomkisi bor. Suyomkisi, suv nasos, ten, pen, suv dachi hamma yo'g'i bor. Bu qoliplarimiz yangicha qolib. Xohlasa gazavoy qo'yadi, xohlasa pena bo'lib qo'yadi. Oldindaqa gazavoy kesish shart emas, ichida listlari bor, tayyor holda chiqadi. Qirg'oqlari ham to'rqira bo'lib chiroyli chiqadi. 3 ta qolib, tepasini gazavoy olib tashlash uchun arrasi bor. Keyin nima bor? Rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser hamma yo'q bor. Qolip yog'ishni pulzatorlarcha bor aka. Endi qarang. Boshdan tushuntirib qo'yaman. Kompressor, mikser, pena generator, rastor bochka, mishalka, 3 ta qolib, suv yo'mkisi, ten-pentlarni 1,5 ming. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida aka. Xorazm, Qoraqalpoqqa ham Nukus O'zbekistonning xaritani oxirigacha besplatni dastavka qilib beramiz. Olib borib o'rnatib qo'yib ko'rsatib beramiz aka. Keyin yo'q, menga boshqacha variantda faqat gazavoy qo'yaman desa, xuddi shunda qolib 4 ta bo'ladi. Penavoy narsalari bo'lmaydi. Uni ham 1,5 ming qilib beramiz. Faqat qolib 4 ta bo'ladi aka. Keyin mana katta qoliplarimiz ham bor. Bu komplektimiz ham 1,5 ming dollar bo'ladi. Mishalkasi bor, 2 ta qolib, shablon reska, arra, suyom, hamma yo'llar bor. Shablon reska bilan arrasini hozir chiqarib yubordik aka. Bor narsani olib qo'yapman, chunki qo'ldan kelgancha qilib beryapti, sezon boshlanyapti aka. Eng qizig'i listlar rossiyskiy 3 listdan yasalgan aka. Mon listlar. Keyin aka profillari ham qalamdan qo'yganmiz aka. Tagiga 8 ga 4 qo'yganmiz. Eng taglari bor-ku. Iloji boricha qo'ldan kelgancha qilganmiz. Rastor bir tomchi ham oqmaydi. U qolibimizni ham oqmaydi, bu qolibimizni ham oqmaydi. Ba'zilar har bitta qolib qo'yayotganda 15 minut 20 minutda gipsdan bunday qilib zamasiya qiladi-da. U ham vaqt oladi. Zamasiya qilsa esdan chiqib qolsa, rastor oqib ketadi. Unaqa narsa bo'lmaydi aka, xudo xolasa. Keyin yana nima desa bo'ladi? Kimgadir o'tkazib qolib qolgan, yana dabashni qolib kerak bo'lsa, bizga telefon qilsa, bizni qolibimizni ham ko'radi aka. Ishlarimiz xudoga xohlasa sifatli, hamma yo'lga talabga javob beradi aka. Endi qarab turing. Hozir u gazavoy ko'rsatib qo'ydi aka. Yo'q, men terma panel desa, mana terma panel operatorlarimiz ham bor aka. 900 dollar, 1000 dollar bilan boshlanadi aka bu. Buni ham O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Yo'q, menga yangiroq biznes kerak desa aka, pena blok o'zini qilsa ham bo'ladi. Pena blok. Yana bir narsani aytib qo'yishim esdan chiqib qolibdi. U komplektdan bu komplektdan 220 ishlaydi. Ko'pchilik qanaqa deb so'raydi-da, shunga 220 voltga ishlaydi. Bu pena blok komplektda aka 3 ta qolib, kompressor mikser bu Lego turbali. Komplektning narxi 1000 dollar aka. O'zbekiston bo'ylab dastavka. Bunisi 950 dollar aka. Yevro qobil komplektimiz monsa tek sig'iz chiqadi, Lego pegosi yo'q, abishner chiqadi 900 dollar. Dastavkasi ichida nima Xorazm, Qoraqalpoqqa ham, Surxondaryo, Qashqadaryoga ham aka. Xudo xolasa borib turib, o'rnatib qo'yib, keyin pulnab kelamiz. Bizga keyin oldindan 2 million tashlang, 1,5 million tashlang, 5 million tashlang deyilmaydi. Tashlasa 200 ming so'm tashlaydi, yo'lga chiqib ketishdan. Qolgan pulni uyda o'rnatib qo'yib berganimizdan keyin beraveradi aka.
Eng arzon komplektim $800. Bundan ham pena bo'lishi kerak. Komplektda kompressor, mikser, lato, kolonna 3 ta qolip bor. Pena generator, rastro bochkasi ham bor. Aka yana bitta xalqqa qulaylik. Menga aka-uka o'zi bekatligimizda 300, 200, 300 kvadrat tom bo'lsa o'zlarini. Shu apparatni olsa ham tomida tekinga tushadi, ham apparat o'zi yo'q qoladi. Yoki bekarchi odam ikkitasi qilsa ham bo'ladi. Misol uchun mana shu qo'limdagi telefonga $400. Telefonni pulida endi. Bu komplektimiz $300. Nima komplekt deganda bunga tomi pena qo'yadigan apparat. Tomi pena qo'yadi. 2 kishi ishlasa kuniga 700 ming, 800 ming so'mdan kalla boshiga tushadi aka. $300 ro'za oyicha buni ham dastavka qilib beramiz. Dastavka qilib olib borib o'rnatib qo'yib beramiz aka. Aka, padeshcha qilsa odamlarimiz bor-ku, yana ham yangroq qilib beraman aka. Menda kompressor, menda mikseri bor. Mashina o'zi kerak emasmi? Qolgan narsalar buni olishga aqlim yetadi deydigan odam bo'lsa-da, bizni qizg'anmaydi. Mana shu pena generator o'zidan keladi aka. Yoki iloji boricha yukimiz chiqadigan qo'shib beraman 1 million so'm aka. 1 million so'mga qilib beraman. Sizni obunachingizga. Faqat har bitta telefon qilishdan oldin sizni ham bir natijangizni ko'raylik aka. Rekuzdan chiqdim deb aytib qo'ysin aka. Yana qo'ldan kelgancha arzonroq qilib berishga harakat qilaman aka. Azlar albatta Rekus kanalidan chiqdim desanglar, mana arzon qilib beraman, qo'ldan kelganicha deyapti. Biz ko'p blogerlar qo'yganmiz aka. O'tkali qo'yganmiz, xudoga shukr o'tkali ham padesha qilishgan obunachilarimiz. Lekin bilan padesha qilib like bosib prosmotr ko'paytirishda maqsad aka. Chunki prosmotr ko'paysa boshqa odamlarga ham kerakli odamlar yetib boradi aka. To'g'ri. Keyin aka yana bitta narsa bor. Bir sinab ko'ray. Avval men gazoblok qo'yaman. Mana qolipingdan bitta jo'nator, bir qilib ko'raychi, maqtayapsan deyish mumkin. Bitta jo'natoramiz, gazoblok qo'ysa bir quyib ko'rsin aka. Keyin yana yo'qsa yana qo'shimcha qolaveradi aka. Rasa ko'p joyda hozir mana 2 kishi mon qolib ochiladi, rushni kesiladi-da. Bunda tayyor holda chiqadi aka. Ashini hisobida 1,5 mingdan 1,5 ming $3 xil biznes qilamiz aka. Xo'p qo'yamiz. Aka yana bitta narsa bor, ko'pchilik aytadi, bular apparat sotadi, o'zlari ham quymaydi deydi aka. Biz ham mana mashinani ashiga apparat o'rnatib qo'yganmiz, gazoblok, zavod qilib 3-4 odam ishli bo'ladi, xudo xolasa. Ashini qilib qo'yganmiz. Endi men liniya qilaman, kattaroq qilaman desa aka, liniyali qilaman desa 10 ta qolip bilan qilib beramiz. 10 ta qolip avtomat reskani ko'rib turibsiz-a? Suyom qismini, mishalka 10 ta qolip bilan aka O'zbekiston bo'ylab dastavkani $6,000 qilib beramiz aka. $6,000. Polni turmushi bilan 6,000 ga chiqadi. Ha. Mana qarang. Yana boshqacha aytaman. Podrobniy video qilish kerak-da. Avtoreska bo'ladi. Suyomkisi bo'ladi, 1 tonnali. Suyomkisi shabloni 110 litrli bo'ladi, mishalkasi bo'ladi. Rushnoy reska bo'ladi. Svet o'chib qo'ygan payt rushnoy reska kesadi endi, qatib qolmaydi-yu. Keyin arras bo'ladi, $6,000 ga borib ustunovka qilib beramiz. Uy egasiga razmerini aytamiz, mana shunaqa beton quyib qo'ysa, men ugonilari o'zimiz svarshida borib o'rnatadi, nol qilib o'rnatadi, qoliplar tagiga rolik qilamiz aka mana. Keyin qoliplarimiz aka profili 8 ga 4 qalinligi. 8 ga 4, stenkasi 2 li. Aka 2 li. Men eshiklari ham mana 4 tadan qilib usulini qilib qo'yamiz aka. Короче, bizda variant ko'p aka. Bunaqa zavodimiz ham bor. Endi misol uchun kattaroq quraman deganda 10 ta qolib, mana hamma yo'q cheres taroz orqali bo'ladi. Faqat bitta narsasi bor, qumni lapatkada rig'ib turadi xolos, mana yerdan. Qumni o'zi elab turib tepaga otib beradi. Hammasi cheres taroz orqali suv ham hamma yo'q qilib beriladi. Bu 23 mingdan boshlanadi 10 ta qolib bilan aka. Gap yo'q. Mana akalar tayyor sex ekan, mana ko'rishimiz mumkin. Xuddi shuncha joiz bo'lsa, bemalol ustakalarga telefon qilsanglar, sizlarga avtomat qilib, xuddi shunaqa ishlab chiqarish qilib berishar ekan. Bu yerdan qumni shunday solib bersak, mana tayyor elab, lentaga tashlab beryapti. Lenta esa bu yerda mikserga avtomatik olib borib beryapti. Mikser qorishmani tayyorlab, bu yerda qolipimizga qo'yib beryapti. Qoliplar esa relsga tushyapti. Rels orqali nariyoqqa ketadi, reskaga. Avtoreskaga boribdi, kesib turib keyin chiqadi aka. Xudo xolasa mana shu 2 kun ertaga qo'yishni boshlaymiz, yog'lab qo'yganmiz. Aka, yana bitta narsa bor. Yurib gaplashaverdik. Yana nimalardan tayyorlanadi deydi gazoblok. Yangi ma'lumotlar bilmaydigan odamlar ham bo'ladi-yu. Sement ketadi, qum ketadi. 2 xil ximikati bor. Alyuminiy pudra, kauchukli soda bo'ladi aka. Qaydan olamiz deb rosa ko'pchilik so'raydi.
Alyuminiy pudra bilan kartoshka sodani eng optimum joyi Toshkentda. Lekin Vodiyda ham, Andijonda ham, Namanganda ham hamma joyda odam olib kelib sotishyapti. Bu defisit bo'lib yo'q qolgan narsa emas, chunki bizda katta sexlar ham to'xtab qoladi yo'q qolsa aka. Ashunga qo'g'imay qilaversin, penabologiya nimasi? Gips, sement pena bo'ladi aka. Yana tushunmagan ma'lumotlar bo'lsa, ekrandagi nomer telefon qilaversin. Kechasi 10 dan 11danmi o'zimiz nima bilsak, ashuni shunday qilib o'rgatib qo'yamiz aka. Faqat podдержка uchun like bosib va uka ishlariga omad deb qo'ysa, hech kimdan hech narsa ketmaydi. Yo'q, nima bo'lib qolamiz? Yo'q. To'g'ri. Chunki odamlar yaxshilik qiladi xolos aka. Bizlar mana reykuzdan chiqsin desin aka. Yana bitta nima qilaman? Mana videoz aka 500 mingta prosmotr bo'lsa, bitta gazovol apparat shuni tekinga beraman. Muhtoj odamga. Shuni kelaman aka, muhtoj odam topib o'z beraverasiz aka. To'g'rimi aka? Xudo xolasa. Yana bitta variant aka. Birinchi telefon qilib turib, reykuzdan chiqdim. Uka, gapirgan ekansiz. Ja katta qilib desin. 1,5 ming dedimmi? Bir komplektni o'zini tayyor bo'lish narxiga qilib beraman. Tayyor bo'lish 1,5 ming dedim, bizga qancha tayyor bo'lsa, ustiga 100 so'm qo'ymasdan bir komplektdan ash foyda kerak emas. Odamga yaxshilik bo'ladi. Kimdir sexida gazovol qo'yib, o'zim ham alohida sexil ishlab chiqaraman deb turib, oyligini olmay yig'ayotganlar ham bor aka. To'g'rimi aka? Pul yetkiza olmay, ayni ashunga jijibcha o'tib beramiz aka. Foyda qo'ymasdan qilib beraman. Nazar albatta podдержкада bo'lib turinglar. Mana akamiz katta va'dalarni beryapti. Xudo xolasa bir akamizni uyaltirib qo'yaylik. Mana muhtoj odamga xuddi shunday mana komplektni qilib berish imkoniyati bo'lishi mumkin agar sizlar qo'llab-quvvatlasanglar, like bosib, komment yozib, videoni bu shunaqa biznes qidirganlarga tezda ulashib qo'ysanglar, xudo xolasa 500 ming prosmotr bo'lish Allohga oson akalar. Albatta sizlarning yordamingizda muhtoj odamga yetkazib berishimiz mumkin yoki birorta odamga o'zini narxida qilib beraman deyapti. Aka, ko'pchilik aytadi, komment 50 mingta bo'lsin, like 40 mingta, emas, prosmotr 500 mingta bo'lsin. Shunday kelib olib ketishaveradi aka. Sizga shuni beraman, olib ketaveradi aka. Faqat podдержка xolos odamlar aka. Xudo xolasa. Aziz kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, mana bugun sizlarga gazoblok, penablok, gipsoblok ishlab chiqaruvchi yana bir sexga obzorini qilib berdik. Qanaqadir savol bo'lsa, mana usta Islom aka telefon qilaverasizlar, sizlarga batafsil hisob-kitobi, ma'lumotlarini o'zi tanishtirib o'tadi va barcha turdagi stanoklarni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishadi. Xohlovchilarga mana bu turdagi mikserlardan ham qilib berishadi akalar. Albatta, video siz uchun ozgina bo'lsa-da manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, xuddi shunaqa jaydari biznes qidirgan yaqiningizga videoni ulashib qo'yish unutmang. Aka, keyin mana o'zlar gazovol qilyapti, tushunmagan narsalar bor-ku. Jicha reseptini tushunmagan boshqa narsa telefon qilishaversin aka. Yordam qilamiz. Chunki odamlar yaxshilik qoladi aka. Alloh rozi bo'lsin aka. Mayli aka, sog' bo'ling. Baraka bersin, doimo salomat bo'linglar. Akalar, bemalol telefon qilaverasizlar.